Hey, student, urmay qo'ya qol. Kosmik kemalarimiz koinotni kezib yurgan bir paytda bunday qilishi noo'rin. Student. Yo'q. Urish kerak. Hey, Urish kerak. Orqasi yirtilmayapti. Doniyor! Voy Doniyor! ha, Shuri, tinchlikmi? Ha, tepasidagi aboyni qayerdan olgansan? Bozordan? Pastidagi aboyni-chi? Ha, bu bitta do'kondan oldim-da. Ey, mana shu aboy yirtilmayapti. Ash do'konga borib, yirtiladigan aboy olishimiz kerak. Sen mana shu yerda turib tur. Mana shunday. Turib, yirtamiz Ha, orqasini. yur. Boramiz. Ket. Voy Shurik qo'yma. Mana masetni olganman. Interyeri bu jinni, bu yerda faqat sifatli narsa bo'ladi. Sifatsiz bo'lmaydi aboylar. Bitta bo'lsa ham topaman hozir. Voy, jinni interyerda bo'lmaydi. Men qara nima qidiryapsan? Bular ichida yo'q. Bularning ichida mana gulli, gulsiz, miramir atajentolar bular. Yurgin nima qil, yur. Men aytganlar mana shular. Ha, shularmi sifatsizi? Mol, bular rossiyskiy aboylar, interyerda bor. Mana qara, mana ko'rinishini qara. Vo, gullar dahshat. Monosini ko'ryapsan? Wow. Qani? Monosini qara. O, zo'r. Faqat rossiyskiy aboylar. Mana shu yerda bor. Birinchi qo'l bular. Monosiga Xitoy. Anoyi, nima degan bilasan Xitoychada? Faqat interyerga sotamiz Xitoydan to'r degan. Mana qara. Bilasan aboyni qara. Gul uyingda tursa, voy qaydan oldingiz? Interyerdan deysan. Mana shu Xitoy nomerlari bu yerda hamma yo'q bor. Detskiy ko'rinishidan wow deb oladigan aboylar bor. Manzilingizdan chiqmasin. 9 etaj to'g'risida Safiya to'yxonasining yonida interyer magazinlar. Bo'ldi. Butun Anjanga mashinadan tarqaydi. Narxi ham arzon, sifatli. Shuni uyingimni yopishtirsang interyerdan olibsiz deydi. Tushundingmi? Bo'ldi. Ana shu betda umuman qidirmagan. Jahon bozoriga borib turib, aktarlardan olamiz ana ustiga. Sifatsizmi? Ha, sifatsiz. Ketdi. Betda yo'q unaqa. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü.